Ruslan polvon haqida yana bir gapiringiz o'sha orada. Ruslan polvon. Ruslanni ko'p odam endi unday ben Toshkentda unday degan gap bor-da endi. Polvon emas, bir narsa emas, Toshkentga salom berdi degan gap bor. To'g'ri, uni sal xarakteri sal chatoq, lekin o'zi polvon bo'ladi, unga tan berish kerak polvonligiga. Ruslan polvon Liboy takani mesela ko'rib yuramiz, Zominda ham, Samarqandda ham ko'tarib bosib solib o'zidan miznob bergan yaxshi polvon. Zo'r polvon. ko'p bolalar lekin yomon ko'radi. Endi yomon ko'rgani bilan qanaqa? Uni xarakteri shunaqa-da. Xarakteri shunaqa-da. Xarakteri bo'ladi-ku. Zamonda zo'rlik qilgan uchun yomon ko'rsa kerak menimcha. Balkim ularga zo'rlik qilgandir bilmayman, lekin sizga zo'rlik qilmagan boshqa qilmagan bilan salom alaykum yaxshi. Lekin Ruslan polvonni ham yaqinda Tojikistonga uloqlarga borganda tojiklar maqtadi. Juda katta takalardi dedi. Bemalol bosib oldi. Polvonlarga qarshi polvon bo'ladi, zo'r bo'ladi. Polvon. Polvon. Uni tan olish kerak uni. Polvonlik. Kerak bo'lsa mana shu o'zimiz Toshkentda hozir ancha-muncha yaxshi polvonlardan yaxshi polvonlik qiladi ular.